Afrikadagi Uganda mamlakatida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun biz Uganda mamlakatida shu Guteva degan qishloqni ziyorat qilyapmiz va bu imkoniyatdan foydalanib olisdagi, uzoqdagi birodarlarimiz, qirg'izistonlik birodarlarimizga murojaat qilyapmiz sizlarga bu imkoniyatdan foydalanib. Ko'rib turganingizdek, bugun biz bu qishloqni ziyorat qildik va bu yerdagi odamlar toza suv yetishmasligidan qiynanishyapti. Ko'rib turganingizdek, olisdagi birodarlarimiz, biz sizlardan iltimos qilardik, bu yerdagi shu qishloqda qiynalgan odamlar uchun toza suv uchun imkoniyat yaratib berishlikni va toza suv uchun bir quduq qurib berishlikni sizlardan iltimos qilardik. Shu uchun mablag' ajratib, ehsoninglar bo'lsa qilishinglardi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi suv juda ham tiniq emas, yomon ahvolda va odamlar shu suvni ichishga majbur bo'lishmoqda. Va bu suv ko'p har xil kasalliklarni kelib chiqaryapti. Toza bo'lmagani uchun har xil kasalliklarni, odamlarning kasal bo'lishiga sabab bo'lyapti Ugandada. Va bu imkoniyatdan foydalanib biz sizlarga murojaat qilyapmiz. Va biz juda ham sizlardan rozi bo'lamiz. Shuni iltimos qilib sizlarga murojaat qilyapmiz. Bu yerdagi ahvol yomon va ko'p, sizlar ko'rib turganingizdek, suv ham toza emas va ko'p odamlar bu suvni ichib har xil